Yaqin kunlarda bolajonlar yozgi ta'tilga chiqishadi. Ularning vaqtlarini maroqli o'tkazish maqsadida Sirdaryo tumanida Sirdaryo bolalar sog'lomlashtirish oromgohi faoliyatini boshladi. Unda yaratilgan sharoitlar navbatdagi lavhadan o'rin olgan. Sirdaryo bolalar sog'lomlashtirish oromgohi Sirdaryo tumanining Sholikor mahallasida joylashgan bo'lib, hududi 10 gektarni tashkil etadi. Bu yerdan poytaxtga 70 kilometr, Guliston shahrigacha 50 kilometr masofa bosib o'tasiz. Maskanga kirishingiz bilan oromgohning so'lim tabiati, toza havosi sizni o'ziga rom etadi. Sirdaryo bolalar oromgohi 200 o'ringa mo'ljallangan. Uni kapital ta'mirdan chiqarish uchun 40 milliard so'mdan ziyod mablag' sarflandi. Xonalarga zamonaviy jihozlar o'rnatilgan. Bir so'z bilan aytganda, ko'ngildagidek, yotoqxona, oshxona, sport maydonchalari, suzish havzasi, yozgi amfiteatr va Sirdaryo daryosi qirg'oqlari bularning barchasi o'g'il-qizlarning maroqli hordiq chiqarishi uchun shay holda. Oromgohda 4 mavsumda ham sizning farzandingizga malakali mutaxassislar xizmat qilishadi. 12 kunning barchasi rejaga asosan o'tkaziladi. Unda oromgohimiz 200 o'ringa mo'ljallangan, 200 ta bolajonlarni o'z bag'riga oladi. Oromgohimizda 6 xil to'garaklar mavjud. Chet tillar to'garagi, raqs to'garagi, mohir qo'llar, rassomchilik, shaxmat, shashka, kompyuter. Keyin oromgohimizda shu bilan birgalikda suv basseynimiz bor, 25 metrga 12 metrlik. Sun'iy futbol maydonlarimiz, basketbol maydoni, voleybol maydoni, badminton maydoni, tennis maydonlari mavjud. Shu bilan birgalikda oromgohimizda 250 o'rinli amfiteatr, kechqurungi tadbirlar amfiteatrda o'tkaziladi. Monitorlarning jihozlangan, keyin bolalar o'yingohi mavjud oromgohimizda. Bolalarga dam olish uchun hamma sharoitlar mavjud. Oromgohimiz 4 mavsum ishlaydi. Har mavsumda 200 ta bola qabul qilib, jami bu yil 800 ta bolani dam oltirishga reja qilganmiz. Barcha bolajonlarimizni yozgi mavsumda oromgohimizga chorlab qolamiz. Sirdaryo bolalar sog'lomlashtirish oromgohiga qabullar davom etmoqda. 7 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan o'g'il-qizlar taklif etiladi. Joriy yilning 5-may sanasida boshlab 1-mavsumga start beriladi. Ha, endilikda Sirdaryoda ham bolalar oromgohi bor. Bu bolajonlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish bilan birga sog'lom bo'lib kamol topishiga xizmat qiladi.